Yaqinda qo'ygan videomda 5000 TL'lik ish bor. Kvadrat metriga turba tortish kerak edi. 5000 TL'lik ish bor deb aytganman, eslasanglar. U videoga juda ko'pchilik telefon qildi. Unga odam topildi. U odamlar mana o'tirishibdi mana hozir mana shu kvartirani o'zida. Nech puldan qanaqa pul topishyapsan? Mana shu bolalar yaqinda kelishdi. To'g'rimi? Mana Shavkatbek haqiqiy usta. Usta, bu ham usta. Liboy ishinglar bo'lsa, liboy sohasi bo'yicha O'zbekistonda ham, Turkiyada ham buzvorator svarishinglar ekan. Qani buni ochig'ini aytaman, bir kunda 150 metr yopishyapti. Manaqa gazda ustanovkasi bor-ku, 150 metr ancha-munchasi yopolmaydi, mana shu bolalar qilyapti. O'zbekistonda ham qilayotgan bolalar ekan, chaqirtirib mana ishlayapti. Mana shu yerda gaplashdik, kelishdi, ishlayapti. Haqiqatdan shu akamiz chaqirgan bo'yicha keldik. Shu bizga plan ikkovimizga 50 metr berishuvdi. Metriga 150 TLdan biz 150 metrdan yopyapmiz kuniga planni. Necha kishi? 2 kishi. Bitta chiroq bor. Bitta chiroq bor, 2 kishi bo'lyapti, to'g'rimi? O'zbekistonda ham xuddi shu holatda ishinglar bo'lsa, mabodo svarka ish bo'yicha bo'lsa, xotirjamchilik bilan murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana shu yerga nomerini tashlab qo'yaman hozir. Sog' bo'linglar. Nomerini aytib o'tsang-a. 94 310 14 biz o'zimizning nomeri. WhatsApp, Telegram hammasida bor. To'g'rimi? Bor. O'zbekiston bo'ylab, Turkiya bo'ylab onasini emdirib oladigan bolalar.